Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana bugun bizda yangiliklarimiz davom etadi. Benzinli mototsikllarimizni tanishtirib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, mana sizlarga ma'lumot o'rnida aytib o'tsam, bizda hozirgi kunda mahalladan kreditlar davom etmoqda. Yana o'zini-o'zi band qilganlarga ham kredit beryapmiz bankdan promoy. Hech qanaqangi tavsiyanomalarsiz. Keyin hozirgi kunda global bo'lib kelayotgan muammolardan bittasi hokim yordamchilari palon magazinchiga bor, piston magazinchiga bor degan gaplar yo'q. Har qanday fuqaro tavsiyanoma olish davrida o'zi xohlagan joydan sotib olishiga huquqiga ega. Shuning uchun agarda sizda shunaqa holat his qilinayotgan bo'lsa, 102 ga telefon qilsangiz ham bo'ladi. Bu yerda jinoiy alomatlari bor. Tak, davom etamiz. Bizda hozirda New Star brendidan 220 lik 200 kubali benzinli mototsiklimiz. Narxi 29 million 500 ming so'm. Mahalladan kredit bo'lsa, indeks soliqlari qo'shiladi. Uni hamma tushunadi. Bizda aksiyaga tushgan mototsikllarimiz 220 lik benzinli 200 kubalik mototsiklimiz. Bunisi 27 million so'm. 200 kubali воздушный 2 metrlik mototsiklimiz narxi 25 million so'm. Xunji model deymiz, New Star'dan пониженный скорости bor, radiatori bor, 2 metrlik 26 million so'm. 800 kilolik воздушный 180 lik 20 million so'mga azizlar sizlarga hozirda tavsiya qilib turibmiz. Endi Cavallo'dan, mana Cavallo'ning oldini ko'rsatamiz keyin videoda. Cavallo brendi, bu Alp brendi. Qo'sh balon, tagidan bitta ko'rsatamiz operatorimiz. Mana qo'sh balon narxi 32 million so'm. Cavallo'ning narxi 30 million so'm deb turibmiz. Naqd pul bo'lsa kelishtirib siz aytgan narxgacha beryapmiz. Xullas kalom. New Star'dan qo'sh balon silindrli benzinli mototsiklimiz, silindrli deganda bu o'zi ag'daradegani 37 million so'm. Agar xuddi shunaqa holatda 220 ga 140 qo'sh balon bo'ladigan bo'lsa, 33 million so'm naqd pulga sotib turibmiz. Endi Alp Moto'dan tak mol qo'ylarni olib yurishga moslashgan 220 lik baland bortli mototsiklimiz. Narxiga keladigan bo'lsak 33 million so'm deb turibmiz. Buni ham kelishtirib beramiz. Demanche modelimiz narxi 30 million so'm, 220 lik. Buni hozir oldi tomondan ko'rsatamiz. Buni baquvvatligi, fishkasi oldi vilkalarda, tog'li hududlarga moslashgan 250 kubali motorli. Shu o'rinda tanishtirib o'tamiz. Elektronli murabiylarimiz 6 dona akkumulyator bilan jihozlangan 15 million so'mlik Mustang modelimiz. Yana Mustang modeldan salgina fasoni boshqacharoq. Bodo Motors'dan 12 million 500 ming so'm beryapmiz, 500 kilolik. Yana bu yerda Bodo Motors'dan salbiylar olib kelamiz mana. 6 dona akkumulyator bilan jihozlangan, 6 dona. Oldiga 2 kishi, 3 kishi bemalol sig'adi. 2 kishi, 3 kishi 15 million so'mga berib turibmiz. Yana kami bor, ustiga savdo bitadigan joyi bor. Alp Motors va Demanche modellaridan 260 lik. Mana Alp Motors qo'sh balon, tagidan ko'rsatamiz. Qo'sh balon, Demanche baland bort, bittalik motor 250 kubali motorimiz. Naqd pulga 30 million so'mga berib turibmiz. Naqd pulga. Yana kami bor, azizlar. Shu ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Bizda motokultivator va skuterlarimiz ham bor. Sizlarga hozir skuterlarni tanishtirib o'tamiz. Mana yurtdoshlar, biz va'da qilgan skuterlarimiz mana xohlagan modelingiz X3 dan boshlab 3 million 900 ming so'mdan boshlanadi. Biz fuqarolarni aldamaymiz. Haqiqatda bor gap, manzillarni ham tushuntirib o'tamiz. Tak, mana xohlagan modellaringiz bor. Bo'lib to'lashga hech qayerda ishlamaydigan fuqarolarga ham beryapmiz. Atiga 2 dona pasport. Bittasi kamlik qilyapti. Bitta kishi olsa, ikkinchi kishi kafil bo'ladi. Hech qayerda ishlamaydigan fuqarolarga biz muddatli to'lovga 1 yildan 2 yilgacha qilib beryapmiz. Chaqmoq loyihamiz ham ishlab turibdi. Nomerlarni qoldiramiz, manzillarni qoldiramiz. Siz xohlagan skuterlarimiz bor mana. Yana to'liqroq videoda ko'rsatamiz. Kimga kerak bo'lsa, oylik to'lovi 150 ming, 200 ming, 300 ming, 500 ming xohlagani bor. Benzinli tank modelimiz ham bor mana. Xullas, kelasiz, texnikali bo'lib qaytib ketasiz. Hammaga rahmat.